Sizni qo'lini uchida ko'rsatib mensimagan odamni oldida hech qachon boshingizni egmang. Ming zo'r bo'lsa ham duxingizni bermang. Ko'pda gapirib do'q bo'lsa qilsa, o'zi qaddingizni bukib qo'rqmang. Qo'lidan kelsa kelib so'yib yuborsin pichog'ida. Jonni Alloh bergan. Ming zo'r bo'lsa ham bandasi ola olmaydi. Agar umringiz poyoniga yetgan bo'lsa, o'lishingiz mumkinki, hech kim sizni joningizni ola olmaydi. Allohdan boshqa. Tushundingizmi? Siz insonsiz, u ham inson. O'zingizni o'rningizda o'zingizni hurmat qilishni biling. Begonalar oldida nima bo'lganda ham qaddingizni bukmang, boshingizni egmang. Qaddingizni tik tutib yuring. O'sha qatori siz ham insonsiz. Birovdan kam joyingiz yo'q. Zo'r bo'lsangiz, undan da zo'r bo'lib ketishingiz mumkin. Allohga oson hammasi.